Amerikalik Geddi Mishel xonim ta'lim islohotlarida ishtirok etayotgandan faxrlanishini aytdi. O'zbek tilida. Hozirda ta'lim sohasida va jamiyatda islohotlar juda ko'p. Bu yo'lda qiyinchiliklar aniq. Sizning bir gapingiz bor. Siz axir osmoni olmoqchi bo'lsangiz, men ne uchun men yalqini tutib bermayin. Biz ham sizga yelkamdosh bo'lamiz. Katta rahmat. Prezident endigi rejalarning 7 yo'nalishi haqida to'xtaldi. Birinchisi pedagoglarning malakasini oshirish. Attestatsiya o'tkazilganida 198 ming o'qituvchidan 21 mingga yetarli ball to'play olmagan. Agar bu yil bitiruvchilarning 30% oliy ta'limga kirish imtihonlarida eng past 57 ballni ham to'play olmagani aytilsa, vaziyat juda xavotirli. Abdulla Avloniy nomidagi institut endi pedagoglarning kasb mahoratini oshirishga mas'ul bo'ladi. Institutning 12 ta hududiy filiallari ta'mirlanadi, yiliga byudjetdan buning uchun 50 milliard ajratiladi. Malaka oshirish tizimida juda ham muammolar ko'p edi. Tizim juda ham eskirgan edi. Hech qanaqa bir yangilik, bir zamonaviy innovatsiyani ko'rmagandik. Rahbarlaridan tortib to ishchi xodimlarigacha davlatimiz rahbarining o'zlarining tashabbuslari bilan yangilandi. Bu nafaqatgina ishchi xodimlar yoki dars beruvchi murabbiylar yo rahbariyatning o'zgarishi, bu butunlay binoni yangidan ta'mirlanishi, bu juda ham bir quvonarli hol. Mana endi barcha viloyatlarning o'zida mana shunday xuddi Avloniydek markazlar tashkil etilib, mana shunday jihozlanishiga ko'mak berildi va eng quvonarlisi Buxoro viloyatida birinchilardan bo'lib mana shu rekonstruksiya ishlariga mablag' ajratilganligi buxoroliklar uchun ajoyib yangilik bo'ldi. Ikkinchi